Salom do'stlar, bugun men sizni yoshingiz va tug'ilgan kuningizni aytib beraman. Ishonmaysizmi? Unda boshladik. Birinchisi, men siz o'ylagan har qanday raqamni aytib beraman. Buning uchun bir necha savollarga javob berishingiz kerak. Undan oldin 1 dan 10 gacha bo'lgan biror sonni tanlang. Endi tanlagan raqamingizni 9 ga ko'paytiring. Agar sizda bir xonali son chiqsa, hech narsa qilmang. Agar 2 xonali son chiqsa, ularni o'zaro qo'shing. Masalan, sizda 16 chiqsa, 1 bilan 6 ni qo'shing. Endi chiqqan songa 4 raqamini qo'shing va chiqqan natijani yaxshi eslab qoling. Endi biroz sehrni ishga solamiz. Ayni paytda sizning xayolingizda 13 raqami bor. Agar topgan bo'lsam, videoga like bosing. Agar sizda boshqa raqam chiqqan bo'lsa, siz hisoblashda adashgansiz. Boshqatdan hisoblab ko'ring. Hozir esa bir necha savollar orqali men sizni yoshingizni aytib beraman. Diqqat bilan eshiting va javob bering. Hamda kalkulyatorni tayyorlab oling. U sizga kerak bo'ladi. Avval 1 dan 9 gacha bo'lgan sonni tanlang. Endi bu sonni 2 ga ko'paytiring. Chiqqan natijaga 5 ni qo'shing. Endi yana chiqqan natijani 50 ga ko'paytiring. Chiqqan natijani esa yaxshi eslab qoling yoki qog'ozga yozib qo'ying. Agar bu yil sizni tug'ilgan kuningiz bo'lgan bo'lsa, 1767 ni qo'shing. Agar sizni tug'ilgan kuningiz bo'lmagan bo'lsa, 1766 ni qo'shing. Endi esa chiqqan natijadan o'z tug'ilgan yilingizni chiqarib yuboring. Agar siz barchasini to'g'ri bajargan bo'lsangiz, sizda 3 xonali son chiqadi. Birinchi raqam bu siz boshida tanlagan raqamingizdir. Qolgan 2 raqam esa bu sizning yoshingiz. Ha, bu sehr emas, oddiy matematika. Aytgancha, sizni yoshingiz nechida, buni izohlarda yozib qoldiring. Buni bilish biz uchun qiziq. O'tgan safargidek kalkulyatorni ishlatishingiz mumkin. Siz tug'ilgan kun raqamingizni 2 ga ko'paytiring. Misol uchun, siz 8-avgustda tug'ilgan bo'lsangiz, uni 2 ga ko'paytiring. Endi chiqqan natijaga 5 ni qo'shing. Endi natijani 50 ga ko'paytiring. Endi chiqqan natijaga o'z tug'ilgan oyingiz tartib raqamini qo'shing. Masalan, mart oyi bo'lsa 3, aprel 4, may 5. Endi chiqqan natijadan 250 ni ayirib tashlang. Xo'sh, chiqqan natijadagi oxirgi 2 raqam sizning oyingiz. Boshqa raqam esa sizni tug'ilgan kuningiz sanasi. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.